Umut'un qutqarıcı tutgan qutqarsa, Lala maçta gettir qarаңыз уже. Jalil Bolbonning bog'i 2025 yilning 11 yanvar kuni uloq bo'ldi. Mana shu yerga ketdi qarаңыз. Odam soni jiq. Qarаңыз xizmatni jonli qutqarıcı tutgan odam. Islom shahar qarаңыз odam soni jiq. 11 yanvar 2026 yıldır. Uloq joy. Bu joqda dağ var. Bu joqda da dağ var adamlar. Onuzlar hizmetine canlı qutqarıcı tutgan olmoqdan. Tinchlik omonchilik qolgan. Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Qutqarıcı tutgan ostini ko'rsatib, bo'lsa inshaalloh nasibsa 17 yanvar kunida shu yerda uloqda ko'rishamiz. Ba'zilarga hizmetinden canlı qutqarıcı tutgan olmoqdan tinchlik omonchilik qolgan. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.